Assalomu alaykum aziz talabalar. Men Isayev Abdulboriy Andijon davlat tibbiyot instituti davolash fakulteti 3-bosqich talabasiman. Men bugun sizlarga revmatizm kasalligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Revmatizm kasalligi bu streptokok infeksiyasidan keyin yuzaga keladigan tizimli yog'lanish kasalligi bo'lib, bu yurak, bo'g'imlar hamda markaziy asab tizimini zararlaydi. Bu kasallikning tarixiga keladigan bo'lsak, 17-asrlarda bu kasallik aniqlangan va 19-asrlarga kelib, aynan bu kasallik yurakni shikastlanishi to'g'risida ham ma'lumotlar berilgan. Bu kasallik asosan 5 hamda 15 yosh bolalarda hamda o'smirlarda ko'p uchraydi. Bu kasallikning asosiy etiologiyasi A guruhli beta gemolitik kasalliklar infeksiyasi bo'lib, bu mikroblarga immun tizim noto'g'ri javob qaytarish bilan kechadi. Patogenezi esa streptokoklarga qarshi antitanalar yurak va boshqa tomirlarga ham hujum qiladi. Natijada autoimmun yog'lanish yuzaga keladi. Immun mexanizmlar molekulyar mimikalar deb ataluvchi holatlarda mikroblarga qarshi antitanalar tana to'qimalarining noto'g'ri tanib olishi ularni zararlaydi hamda revmatik isitma shaklida kechadi. Birinchi revmatizm kasalligi. Bunda birinchi isitma bo'ladi hamda bo'g'imlarda og'riq, yurak urishining tezlashishi, taxikardiya hamda teri toshmalari va boshqa alomatlarni ko'rishimiz mumkin. Bo'g'im belgilari bunda bo'g'imlarda shish paydo bo'ladi hamda qizarish, og'riqlar kechishi mumkin. Keyin esa yurakni zararlaydi. Bu asosan bu kasallikda yurak zararlanadi. Yurakning endokardit, miokardit hamda perikardit qismlari zararlanadi hamda bu kasallikni oldini olmaslik natijasida yuraklarning klapanlari ham yallig'lanadi hamda shikastlanadi. Buning natijasida klapanlarni xirurgik yo'l bilan davolashimiz yoki o'rniga boshqa qo'yishimiz mumkin. Teri belgilari esa bunda revmatik tugunlar, halqasimon toshmalar bu kasallikka xos dermatologik belgilar bo'lib, asosan tana orqa va qo'llarda shunday toshmalar yuzaga kelishi mumkin. Asosiy tizimni zararlanishi, spleniya ham xoreyasi asab tizimining zararlanganda yuzaga keladigan holat bo'lib, harakatlar noaniq va boshqarib bo'lmaydigan holatlar yuzaga kelgan. Revmatik yurak kasalligi davolanmagan revmatizm bu surunkali revmatik kasalligi kelib chiqadi. Bunda boya aytib o'tganimizdek, o'z vaqtida davolanmasa bu jiddiy asoratlarga olib keladi. Boya aytib o'tganimizdek, yurak klapanlarini jiddiy zararlaydi. Asoratlari esa yurak yetishmovchiligi, aritmiya, klapan stenozi, tromboemboliya, qon aylanishining buzilishi kabi kasalliklarga olib keladi. Davolash umumiy yondashuvlar esa yotoq rejimi, simptomatik terapiya, infeksiya o'chog'ini yo'qotish, yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlash zarur hamda antibiotik terapiya qilinadi. Bunda penitsilin yoki uning analogiyalari A guruhli streptokoklarning infeksiyalarini yo'qotish uchun ishlatiladi. Kamida bunda 10 kun lecheniya qilib davolanishi shart.